ushbu fonarni qayerda bor, qanday topsak bo'ladi deb oqtarib yurgan obunachilarimiz bor edi. Mana hozir qora mashina ham, shu o'zim oq mashina ham turibdi. Tekshirib ham kuzatib beraman buni foydasini. Qayerdan qanday olishlaringgacha, dastavka xizmati, nima xizmat, hammasini kommentariyadagi savollarga javob beramiz. Yaxshilikni qildikmi, xudo xolasa oxirigacha qilamiz. Do'konsa boramiz. Sirni ochdikmi, oxirigacha ochamiz. Hozir bizda ikkita variant bor. Professionalniy variant bor nima variant? Nima deydi? Как любительский desa ham bo'ladi. Bitta ish qilamiz hozirlar bilan. Xo'p, men hozir spichkani yoqib oldim. Spichkada nima ko'rinyapti? Просто men Matizning svejiyligini birinchi olayinda. Matiz xullas ko'rinishlari bu telefon spichkasida olinyapti. Telefon spichkasida ham yo'q, nima qilinyapti degan hali juda ham ko'p obunachilar bor edi. Ana ularni mana hozir prямой syomka qilyapman. Ayblari bo'lsa, o'zi hozir ko'rinishi ham kerak telefonning spichkasida ham, to'g'rimi? Telefonning spichkasini hech qachon adashtirmaydi. Telefonning spichkasi bu effektni bermaydi. Men sizlarga hozir 200% zo'r variant aytaman desam, sizlar o'zlaringcha kommentariyada yaxshilik qilganga ham yoqmaydi, yomonlik qilganga ham yoqmaydi. Yomon bo'lsang, o'sha qarash eshitsang o'zi qoplaveradi deydi-yu. Mayli. Xo'p, endi hozir buni fonarni tekshiramiz. Fonardan aylanib topib beraman. Ikkita usul tekshirib beraman sizlarga. Bittalik fonarni, bitta uchtalik fonar tekshirib beraman. Uchtalik o'zi professionalniy, bittalik как любительский desa ham bo'ladi. Buni kuchini mощныйroq qiladigan maqsadda mana hozir 3 ta fonarni bitta qilib yoqdimda, kasayda qarang mana. Petno. Bilinyaptimi petno? Juda ham chotki, tiniq bo'lib bilinyapti mana. Mana shu qanotni uchida Matizda petno bor. Endi kelamiz. Xo'p, eshik. Uzoqdan ko'rsatdik, keskin qorong'usan nima chiqyapti? Mayli. Eshik ikki xil, orqa eshigi boshqa rang bo'lib turibdi. Arqa qanot umuman boshqa rang bo'lib turibdi orqa eshikdan. Yig'ilib, tushirib, bo'lsak, eshikning kasaklari, klassik tekkizilgan joylar, nima ishlar qilingan bo'lsa, hamma ish o'zi bilinyapti. Bufer o'zi ikki xil bo'lib yotibdi. Mana bu yerda ham kelib bilsangiz, orqa eshik bilan orqa qanot ajrayapti. Oldi eshik bilan orqa eshik ajrayapti. Bunaqangi qilib, mana orqa eshik kraska qilingan, oldi eshik o'zini sevadi. Mana bu yerda petno bor. Buni balon bo'lsa, balon yonida, mana. Bu narsa spichkada umuman ko'rinmaydi, ko'ringani ham yo'q. Mana qanotli petnolari. O'zi ko'rdingmi? Yog'ida hech ko'rmagan. Hata kamerada mana chotki. Har bitta petnochalar ko'rinyapti. Bu как professional 3 tane bitta qilib tekshirdim hozir. Mana Sparkda qanot sepilgan ekanmi? Mana eshik bilan ham qarang, o'zi tushmayapti. Endi bu yerda perxod bo'lyapti mana bu yerda. Mana perxod tugayapti shu yerda. Yana dar tekshiraveraylikmi? O'zi kelib qoldi sizga akadasi. Nimani o'chiring? Svet bitta o'chirib oling. Qarang-da. Bilyapsizmi? Pastmi, metlar? Past kraska. Nima bu? Ba'da ham qarangda betiga. Ko'rdingizmi eshigingizni? Eshigingiz yarmidan pastda u petno turibdi. Orqa eshigingizda. Mana. Ha, orqa eshik. Metlar toza ekan, ha? Aha. Metlar kira, Bu kraska bu. Kraska. Mana yomon ekan, ha? Mana buni qanotidan xuddi shunaqa kraska. Bu tomoni bilan bir xil ekan. Ana metlar tekshirish uchun qata bo'lib ketdimi? Qorong'i bo'lish kerak-da. To'g'ri, taqilgan joylarini bitta bilmayapti. Ha, hamma yoqda gapirib tashlayapti bu. Mana kazyon narsa, mana. Ko'rdingizmi qanday ko'rsatyapti? O'zini kraskasi mana. Endi tekizilgan-da bu. Tushirmaydi bir-biriga svetni. Eshikni bitta bilib berdi. Ha, hamma tekilasini. Ochsa bo'ladimi? Ichida odam yo'qmi? Mana qayerdan qayga sepilgani ham. Ichida. Ko'rdingizmi? Ben qo'lingizdan ko'rsating-da. Tashitdim. Ko'rdingizmi? Sepilgan.
Xullas shunaqa narsada. Jigarlar, ana bu narsani qayerdan olamiz degan obunachilarimiz uchun bu videoni chiqaryapman. Qiynalmanglar-da. Rost yaxshilikmi? Endi oxirgacha qiladigan bo'ldik. Xullas, dastlabki xizmati bor. Bu adresi anig'i Qo'qon Farg'ona yo'lida bu. Birojon. Bu Turoq mahallasi, to'g'rimi? Qo'qon Farg'ona yo'lida Turoq mahallasida. Boshida. Xo'p. Qo'qondan chiqqaningizda Po'zgaydan o'ng tomonga burilganingizda birinchi svetofor nimaniki? Avtosansaniki, ikkinchi svetofordan o'tganingizdan keyin chap qo'lda magazin o'zi. Chap qo'lda magazin. Prema geolokatsiyasida, hozir geolokatsiyani va telefon raqamlarini Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Instagramda bo'lsa prema betiga yozib qo'yaman. Kirib olib bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Bu donasini 50 ming so'mdan qilib berasiz. Xolos o'sha 3 talik olib turib, professional tekshiring, xolos bittalik olib turib, menga o'sha tekshiravering. Men misol bittalikda eplayapman. Agar 3 talikda 3 tani baravariga yoqsangiz, o'shanaqangi o'sha biz kutgan effektni beryapti. Va shu как professionalniy bo'lib tekshirilyapti. Bexijolat zakaz qilib, olib, ukam o'zlari cheklanmagan miqdorda dastaga qildirib berasiz. Xohlasa chetdan kim narichada olib ketsalar 50 ming so'mdan, xohlasa dastaga qilib bersalar, dastagan pulni alohida, yo'lkana pulni to'lab olishaveradi. Bo'ladi. Nomerlaringizni ham hozir bo'lmasa, Ma'rufjon ukam o'sha yo Telegram kanaliga, agar YouTube ko'rganlar bo'lsa, Telegram kanaliga, Instagramda ko'rganlar bo'lsa, Premium betaga chiqarib qo'yaman. Telefon qilib, o'sha geolokatsiyani ham Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Xudo xolsa zakaz qilib olib kelsalar bo'ladi. Bo'ldi, gap yo'q. Obunachilar, endi bosinglar, like-ni, nimani, podpiskani